Mana hozir Vitavey mahsulotimizni sotib olgan mijozimizda bir necha savollar tug'ilgan ekan, ya'ni farzandiga olib bergan, yuzlarida dog'lar bo'lgan ekan. Hozir eshitib ko'ramiz, muammo nimada. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, sog'ligingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Rahmat. Vitavey kompaniyasidan telefon qilyapman, vrachman, lor pediatrman. Ismim Javlonbek. Siz bilan bog'lanishimizni so'ragan ekansiz, shunga nima masala, qanaqa muammolarda bir telefon qildim. Bog'lanishimni muhabbat bilan gaplashib turganimizda bizda shunday nima bor. Specialistlarimiz bor, vrachlarimiz bor. Shularni maqsadlar qilib ko'rsangiz deydi-da. Nima muammo? Aytavering. Men hozir menga rasm tashlab berishdi, yuzlarida dog'i bor ekan-a? Oldin almasdan oldin raqamas edi. Bu narsa preparatimizni shu vitaminli kompleksimizni yeb boshlagan sayin u vaznini tashlab tashladi. Betidagi nimasi ham chiqib boshlab ketdi-da. So'yib o'rtalariga kelganda yana gaplashdik-ku muhabbat ham bilan. U hali do konca bo'lsa nima qilsin dedi, u yana bergan sayin kattalashib odamni xavotirga solmoqda. Hozir men rasmini ochib ko'rib turibman. Birinchidagi rasmlari o'sha mana yarkiroq bo'lgan ekan, lekin dog'lari katta-katta bo'lgan ekan, oq dog'lari. Bu masalada o'zi tekshirilganmi? Mana vitamindan oldin hech vrachga olib borganmisiz? Nimadir bu dog' bo'yicha tekshirtirganmisiz? Men uni birinchi bo'lib vrachga olib ko'rsatdim. Qo'yganga ko'rsatdim, masalan nimaga ko'rsatdim. O'zimizni vrachga. Nima deyishdi? Dorilarni yozib berdi, lekin uni och qilib o'zining tartibi bilan yeydigan dorilar ekan-da. Shuncha men buni Instagramdan ko'rib qoldim. Sizlarning nimangizni? Keyin men shunga nastroy urib, shunga uqlon qarabdim-da. Vitaminli kompleksga, Vitaveyga. Ikkidan seska analiz topshirdim birinchi bor. U yerdan nimasini oldim. Undan keyin yana o'zimizda yana частный nimalar, klinikalar bor-ku, shuni qiladigan. Ularga da topshirdim. Ikki yerdan nimasini oldim-da. Tekshiruvlarni, Nima chiqdi? Tekshiruvlar ichlarida bor dedi. Nima chiqdi aynan? Hozir men esimda yo'q, aynan nima chiqqanini, lekin hozir nima qilib men rasmlarni olishim mumkin. Keyin sestagidan chiqdi. Har qaysi ikki turli nimani chiqarib berdi menga. Ikkalasi ikki xil narsa chiqardi. Bor dedi. Balki endi unda ko'rinmagan, bunda ko'ringan, unda ko'rinmagan, unda ko'ringan chiqar deb qo'ydim men. Lekin ichida bor dedi. Shuni olib, zvonok qildim. Nimangizga 99ga, u yerda bitta akam bilan gaplashdik, yaxshi nimalarni aytdi. Shunaqa menga ma'qul bo'ldi. Xarid qildimda ichimdan boshladi. Shu boshladik, 2 kundan keyin muhabbat ham siyozga chiqdi. Ikki bilan gaplashib aytib ketdik. Nimasida hammasi yo'q bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi, bari normalniy bo'ladi degan nimada. Ishga boshladik, 10 kun berdim. 10 kundan keyin dam olish qilib, qolgan 3tasini berdik. 20 kundan keyin oxirgi 10 kunni berasiz dedi. Shunga kelib qolgan oxirgisini bermasdan oldin uni betlariga nimalar chiqdi-da, yeb boshlagandan boshqacha o'zgarishni men ko'p ko'rmadim-da. U hozir Vitaveyda qancha muddat berdingiz? 10 kun. Nimasi bor-ku, shuni 10 kun berdik. Qancha muddat bo'ldi unga? Qachon oluvdingiz? Taxminan qaysi oyda, sanada? 9-da. 9-mayda. 9-maydan boshladim, men. 19-gacha berdingiz. Bo'ldi, undan keyin to'xtatdingiz. 9-19 bilan 10 kun, bundan to'xtatdim, keyin unda 3tasi bor-ku, 4tasi ichida. Birinchi qaysi birini berdingiz o'zi? Birinchimi? 4tasini ham berdik. Yo'q, o'sha birinchi 10 kunlikda sxematik o'sha 4talasini ham berdingizmi, bittasini berdingizmi? Yo'q, 4tasini eshitdi menga. Men aytdim, ular qayta kuchaytirib yubormayman ishdagilarni dedi. Yo'q dedi menga.
Ha, chunki to'rttasidan berish kerak. da bu sxematik qilingan, xuddi shunday bolani organizmiga moslashtirib sxema qilingan o'zi. Bu bir-biriga hech qanaqa nima deydi, aloqasi yo'q. Bu vitaminlar misol uchun aralashtirib ichyapti, bu ko'payib ketishi mumkin degan narsa yo'q. Lekin bu yerda u toshmalarni boshqa sabablari ham bor-da. Shuning uchun gijjaga hali topshirmadingizmi? Qayta? Hozir endi shuni men Muhabbatxonga aytganman. Aha. Men xo'p, hozir hech narsa demayman, lekin menda xavotir bor. Aha. Agarda hozir yana topshiraman. Aha. Agarda yana shu narsalar ko'payib ketadigan bo'ladigan bo'lsa, men o'zi nima qilaman dedim-da. Bu yerda qarang, birinchi qiladigan ishingiz gijjaga qayta topshiring yana. Lekin men topshiraman. Ha, o'sha ikkita joyga, o'sha seska o'sha chiqarib bergan joyga topshiring, nima chiqadi? Chiqadimi yo'qmi? U birinchi masala. Keyin Kojven nima yozganligi muhim bu yerda, chunki bu yerda dermatologik muammo bo'lishi ham mumkin-da, faqat gijja emas. To'g'ri. Keyin u muhim. Keyingi masala endokrinolog bitta ko'rish kerak. Chunki zob deydi-ku, qalqonsimon bez. Qalqonsimon bezi kasalliklarida ham bunaqa toshmalar bo'lishi mumkin. Ha, zo'bdami? Ha, zob hisobiga, qalqonsimon bezi o'zgarishini hisobiga. O'shaning uchun bizga 3 ta narsa muhimda. Ikkinchi narsa boya aytganim, Kojven nima sizga zaключение bergan? Shu narsani esla olasizmi yo qog'ozlarimi bormi? Kolvinga borganda vrach menga zaключение bermadi. Kolvin aytdiki, birinchi bo'lib laboratoriyaga topshirdi, ichidagi gijjaga qarshi bo'ladigan bo'lsa, shuni qiling dedi-da. Undan keyin kelasiz men Kolvinning lecheniyasin undan keyin boshlaymiz dedi. Ha, demak hali u qolib turibdi, pauza hali. Ha, u pauza. Men endi agarda shu hozir nimani berib bo'ldim-ku, endi uni laboratoriyaga olib ko'rsataman. Agarda ichida yo'q bo'ladigan bo'lsa, Aha. tozalangan bo'lsa, unda juda yaxshi, men довольны bo'laman men. Da. U men keyin o'zi ko'rgan bo'yicha men danovatga ketaman. Da. Hozir men antigelmin kompleks bor-ku, ko'ki, o'sha gijjaniki. O'sha уже tugaganmi yo yana bormi? Menimcha u tugadi. Men hozir uyda meniki komandirovkada. Ha. Chunki men hozir men uyda emasman, men ishdaman hozir. Da. Bo'lmasa aka bunday qilamiz. Siz qachon uyga qaytasiz o'zi? Shu subota qaytaman. Xudo xohlasa bo'lsa shanba qaytsangiz, bolani bitta o'sha axlatlarni topshiring, nima chiqadi, nima yo'q ko'raylik. Keyin o'sha vitaminlarda qaysi qolgan, qaysi yo'q, uni aniqlab bering bizga. Nimalar qoldi, nima ichib bo'lindi. Nimadan nechta qoldi shunga qarab. O'sha antigelmin kompleks tugaganmi, yo'qmi, u narsani ham bilib bering. Keyin chiqqan javobini bizga o'sha Muhabbatxonga yana biroz bog'lanasiz, aytasiz. Biz sizga yana qayta aloqaga chiqamiz o'sha holatlar tekshirilib bo'lgandan keyin. Chunki bu gijja muammosi bitta kursda to'kilib ketadigan narsa emas-da, agar bo'lgan taqdirda. Chunki unga kursma-kurs lecheniya qilinadi. Undan tashqari nima chiqqanligi ham muhim. Chunki bu yozib berayotgan hozir mana vitamin tarkibidagi antigermit bu universal, no kuchi yetmasligi mumkin, lekin ta'sir qiladi. Gijjalarni tushirishi mumkin, oxirigacha to'ka olmasligi mumkin-da, chunki yerda nima chiqishiga ham bog'liq. Xopi bilan to'kadi degan gaplar bor. Da, to'kadi. Faqat u gijjani ham turi bor-ku. Gijjani ham turlari bor-ku. Misol uchun mashinani Gentra, Cobalt, Nexia deganday, Lambla, Ostrica yoki boshqa askarida bir-birini ularni nazarda tutmadi, hammasi shunday preparat xopi bilan to'kib ular yaxshi bo'ladi degan narsalar. Da, yo'q, u to'ppa-to'g'ri. Kapsulasi bilan to'kishi bu to'g'ri narsa, ma'lumot noto'g'ri emas. Faqat bu yerda undan tashqari mana vitamin kompleks bu поддержка qiladigan narsa-da organizmga. Uni to'kishiga yordam beradi. Faqat uni vitamin kompleksi tarkibida imенно misol ichak devorlariga yopishib ketib, alimentar уже so'rilayotgan bo'lsa, bu mana oxirgi fazalari bo'ladi-da, уже ko'payib ketib. Unda vitamin bilan birga именно o'sha sizdagi bor gijjaga qaratilgan dori ham beriladi-da. Dorini o'zini berishingiz, vitamin bilan organizm поддержка qilmasangiz bu 0 deganida. Chunki nima deydisizmi? Gijjani dorilari kuchli-ku, jigarga nagruzka beradi, oshqozonni buzadi, mikroflora ketadi. U yo'qotilgan defitsit to'ldirishingiz kerak. O'shaning uchun nima chiqqanligi muhim. Buni uyga borib bitta hammasini aniqlashtirib kompleks qiling. Biz yana aloqaga chiqamiz. Zarurat bo'lsa aytaman, qanaqa dori olib, vitaminni qanday yana davom ettirishingiz kerak. Chunki vitaminni to'xtatib qo'ysangiz, organizmga
поддержка tushib ketadida, vitaminlari ko'payishiga sharoit bo'lib qoladi. Chunki immunitet pasayishi ko'proq misol uchun dieta qilmasa, shirinliklar ko'p yesa, bu ozuqa muhit bo'lib qoladi gijjaga. Sizni tushundim. Xo'p, mayli. U gijja. Bo'ldi, birinchi tema tamom. Aha. Agar uchtasida bir narsa o'zgarish bo'lishi kerak bo'ladi. Yo'q, hali siz o'zi 10 kun berdim deyapsiz-ku, 10 kunda Ya 10 kun berildi, ondan keyin o'rtada 10 kunni gijjani to'xtatib, aha. 10 kun uchtasini yeb, undan keyin 10 kun yana berildi-da. Gijjani shunaqa sistema qildi-yu. 10 kun Ha. gijjaniki Da. 20 turadi, Aha. preparatda. Aha. 20 turadi, boshqa 10 kunlikda yeydi. O'rtadagi 10 kunlikda u yeyilmaydi. U uchta anaqa kompleks vitamin shu yeyiladi. Da. Undan keyingi 10 kunlikda ana gijjani qo'shib to'rttasini yeydi. Xuddi shunday. Shu sistemada ketdi. Masalan, vazni ko'tariladi, bo'ylari o'sadi, miyalari yaxshi, fikrlashlari yaxshi bo'ladi, bir haftadan yaxshi rezultatlar ko'riladi degan Da. narsalar bo'ldi, o'rtada gaplar bo'ldi. Men haqiqatdan ishondim, endi shunday chuda narsa ekan dedimda, men hech narsaga qaramadim-da. Oldin mendan naborot ketdi. Da. Vazni shu 50 kilogramm edi, bo'yi 1.60, 1.60 turibdi. Hozir 49-48 kilogramm bo'ldi. Aha. Appetit degan narsalar ochilmadi. Aha. Energiya tushadigan narsalar yo'q. Betida dog'lar hammasi menda naborot ketdi. Da, teskari. Aka, Da. teskari ketdi. Bu yerda endi aytiladigan muhim narsalar bor, chunki har bir bola individual. Chunki mana men vrach sifatida har bir patsientlar bilan gaplashib chiqqanda muammoli. Положительный mana отзыв beradiganlar, отрицательныйlar bo'ladi. Hammasi bilan bitta-bitta eshitib chiqaman. Bir xillarda siz aytayotgandek, bir hafta 10 kun ichida sezilarli mana foydali tomonga rezultat bo'ladi-da. Bir xillari boya siz aytayotgandek, kimdadir 20 kun, 1 oy, 2 oy kurs davomida sekinlik bilan o'zgaradi. Chunki mana yillar davomida pasayib kelgan narsa 1 oyda ichida poq etib o'sib keta olmaydi-da. O'sib ketayotgani ham bor. Endi bola individual. Hamma organizm har xil-ku. Kimgadir so'rilish tez, kimgadir so'rilish astaroq. No, umumiy statistika olinganda o'sha bir haftadan 15 kun, ya'ni 2 hafta orasida уже foydali tomonga sezilyapti. Ba'zilarda lekin yo'q. Lekin davomiy kurs bo'lganda уже sezilyapti. Chunki hozir aytayotgan uzoq muddatli muammoni bir oyda hal qilib qo'yish bu nima deydi? Noreal bo'lib qoladi-da. Baribir organizmimiz qabul qilish, o'sish, rivojlanish degan metabolizm degan narsalar bor. U narsalarga bog'liq. Vitaminda mana foyda ko'rmayapman degan patsientlarimiz mana shuncha mana qayta gaplashamiz-da muammosi borlar bilan. Qayta gaplashganda kurs davomida sekin-sekin o'zgarish bo'lyapti degan odzivlar eshitamiz. Agar misol uchun qo'shimcha muammo bo'lsa, vitaminni so'rilishiga organizmda problema bo'layotgan joylar bo'lsa, uni vrachebniy tomonidan yechim berib ketamiz. O'shaning uchun bu yerda mutaxassislardan tashqari imенно nima deydi, lor, pediatr, misol uchun nevropatolog vrachlarimiz bor. Har biri ishlanadi. Kimda qanaqa muammo chiqishiga qarab. Misol uchun mana sizdagi hozir muammo, buni ma'lumotlarni to'plab yuborsangiz, buni o'rtaga konsilium qilib tashlaymiz. Kimda qanaqa muammo ketyapti, nima uchun bunaqa bo'lyapti degan savol o'rtada yechiladi. Chunki vitaminni so'rilishiga ham qanaqadir problema bo'layotgan bo'lishi mumkin-da, organizm o't suyuqligi yaxshi haydalmayotgan bo'lishi mumkin. Hazm muammolari yaxshi bo'lmasligi mumkin yoki o'sha gijja alimentar so'rish bo'lib, ichak devorlarida turib so'rilishga xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin. Muammo ko'p. Uni bitta yechim qilib olsak, sizga ham keyin vrachebniy tomonidan yo'nalish и поддержка uchun vitamin ketadi. Shunda hammasi joy-joyiga tushib oladi. Faqat bu yerda aytilayotgan ma'lumotlar misol yolg'on ekan degan emas. Chunki ko'pchilikda bir haftadan 15 kungacha rezultat bo'lganligi uchun ko'pchilikning fikri bilan statistika qilinadi. Kamrog'i ham bor. Misol uchun mana sizda 1 oy, 2 oy, 3 oyda ham misol rezultati past, lekin sekin-sekinlik bilan o'zgaryapti deganlar bor. Organizmni qabul qilishiga bog'liq. Bu rezultat misol berdingiz, bermadi degani emas. Sekin-sekinlik bilan kamchilik defitsitlarni to'ldirib olsak, to'g'ri yo'nalish berib olsak, xudo xolasa vitaminlar ham o'zini vazifasini to'liq bajara oladi. Xo'p, men endi nima bo'lgandan keyin sizga qolmay rasm tashlab beramizmi? Da, Muhabbatxon bilan yana bitta gaplashasiz. Muhabbatxon bilan bog'lanasiz. Ular bizga gruppamiz bor. Tashlab hamma ma'lumotlarni yig'ib beradi. Biz o'sha yig'ib ma'lumotlarni bitta o'rtada konsilium qilib, keyin sizga yana qaytib chiqamiz. Agar qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'lsa, aytamiz. Mana shu tekshiruvlarni aka qilib bizga yuboring deb.
onlayn tarzda bolani kontrol qilamiz. Misol uchun uzi kerak bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir analiz kerak bo'lib qolishi mumkin, holatidan kelib chiqib. Shuni qilib yuborsangiz, keyin biz dальше yana sizga to'g'ri yo'nalish ko'rsataveramiz. Undan muammo yo'q, xudo xolasa. To'g'ri. Rahmat. Aka, sizni ismingiz? Ismim Javlonbek. Javlonbek. Rahmat. Salomat bo'ling aka, sog' bo'ling. Suhbat uchun. Xudo xolasa yana aloqadamiz, kontrol qilib turamiz hammasini.